Assalomu alaykum, yaxshimisizlar o'rtoqlar, charchamayapsizlarmi? Men yaqinda sitoropamlarni ko'rsatmasdan istoriya qo'ygan edim, gapirib, gormonal narushение bo'yicha analiz topshirdim degan edim. Juda ham yaxshi mutaxassis ginekologlar va bepushtlik va estetik muammolar bilan shug'ullanadilar. Bemalol kelib ishonsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta narsani aytaman-da, men har xil kofelar ichasizlarmi, har xil dorilar ichasizlarmi, hech qanaqasiga gormonlarni to'g'irlamasanglar ozolmaysizlar qizlar. Mana men hozir boshidan noldan gormonlarni to'g'irlashga keldim. O'zlari noldan to'g'irlab beradilar. Keyin o'sha aytib o'tganimdek, bepushtlik va estetik muammolar bilan ham shug'ullanadilar. Bemalol kelib ishonsanglar bo'ladi. Yana ham ma'lumotni sitoropamni o'zlari beradilar. Assalomu alaykum barchaga. Mana hozir oldimizga Visola keldilar. Bularda gormon buzilishlar bo'lgan ekan. Biz analizlar oldik va gormonlarda kamchilik borligini inobatga olib, hozir men bularga kerakli tavsiyalarni beraman. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, kelinglar birgalikda yechim topib, hal qilamiz muammolarni. Men aytayotganimdek, har xil kofe, dorilar ichganinglar bilan birinchi o'rinda gormonlarni to'g'irlamasanglar hech qanaqasiga ozolmaysizlar qizlar. Men sizlarga 100% garantiya beraman bu narsaga. Keyin meni bitta o'rtog'im ozgani uchun, shu gormonlarni sitoropam to'g'irlab berganlari uchun bemalol ishonib, o'zim ko'zim bilan ko'rganim uchun bemalol ishonib keldim oldilariga.